Bir davlat borki, hamma uni nazardan chetda qoldiradi. Mundial oz fursatda boshlanadi. Outsiderlar juda ko'p. Yaponiya, Norvegiya, AQSh, Avstriya, Turkiya. Hatto 1-2 oy avval Ekvador futboli haqida bitta son chiqargandim ham. Ammo sahna ortida esa hayajondan, media shovqin-surondan, taxminiy outsiderlar haqidagi bahslardan mutlaqo yiroqda bo'lgan jamoa shitob bilan ko'tarilmoqda. Yosh va umidli jamoa, hattoki 35 yil oldin mavjud ham bo'lmagan jamoa. Futbolga keng yo'l ochib, uni yoshlarning asosiy sport turiga aylantirgan mamlakat. Bu mamlakat O'zbekiston. U Markaziy Osiyoda joylashgan. Ko'plab umidsizliklar va futboldagi o'sish yillaridan keyin mamlakat akademiyasi yosh iste'dodlari va jadal rivojlanib borayotgan sportga bo'lgan ishtiyoq ortidan o'z tarixida ilk bora jahon chempionatiga chiqdi. Mana bu bugungi natijalarga erishish va kelajakdagi orzulariga yetish uchun qo'lida deyarli hech yo'qosi yo'q bo'lgan terma jamoaning hikoyasi. Mana bu O'zbekiston terma jamoasining ajoyib hikoyasi. Bo'ldi, hammasi tugadi. O'zbekiston o'z tarixida ilk bora keyingi yozda jahon chempionatida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. (2023) yilda ehtimol uncha ham sezilmagan yangilik chiqdi. 17 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida jahon chempionati Indoneziyada bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqada Toni Kroos, Sesk Fabregas, Viktor Osimhen kabi kelajak yulduzlarning nazarga tushishiga hissa qo'shgan. Fransiya, Ispaniya, Braziliya, Nigeriya kabi yosh iqtidorlarning eng ko'p tarbiyalovchisi bo'lgan osonli davlatlar turnirning 19-sonida bu yerda faqatgina 3-martagina qatnashayotgani sababli haqiqatda hech kim kuzatmaydigan bir terma jamoa sahnaga chiqdi. O'zbekiston Kanadani 3-0 hisobida yanchib tashladi. Ispaniya bilan durang o'ynadi. Mark Bernal va Kubasining Maguayoning Ispaniyasi bilan. Nimchorak finalga chiqqan o'zbek yoshlari o'zini yo'qotib qo'yishmadi va hattoki amaldagi chempion Angliyani turnirdan chiqarib yuborishdi. Va bu Angliyaning eng kuchsiz tarkibi emasdi. Ularda Lewis Kelli, Noanerli, Megoma va boshqalar bor edi. Ularda Angliya futbolining kelajakdagi yorqin yulduzlari bor edi. O'zbeklarga kelsak, ularning ismini talaffuz qilish menga oson bo'lmayapti. Video ozroq qiyin bo'lishini tushungan bo'lsangiz kerak. Chorak finalda O'zbekistonni Fransiya taslim qildi. Uchrangliklar faqatgina oxirgi daqiqadagi gol bilan Bruno hisobida O'zbekistonni mag'lub etishdi. Bu chiroyli natijalar besamar qolib ketgani yo'q. Bir necha oy oldin bo'lgan oxirgi musobaqada ular o'z yurishlarini davom ettirishdi. O'zbek yoshlari avvaliga Osiyo Kubogini hammani lol qoldirib qo'lga kiritdilar va Xorvatiyani jahon chempionatidan chiqarib yuborishdi. Italiyaning tushiga bir bahya qolganida 3-2 hisobida mag'lub bo'lishdi. O'zbekiston o'z iqtidorlarining qiymatini, yoshlarning qiymatini isbotlashda davom etmoqda. To'g'ri, ular faqatgina 17 yoshgacha bo'lgan, faqatgina o'smirlar xolos. Shunga qaramay, bu jarayon anchadan beri pishib yetilmoqda. Trenerimiz ancha bizga razzoga motivatsiya berdi. Undan keyin biz tushib, vatanimiz uchun o'ynab, ota-onamiz uchun, yurtimiz uchun o'ynab, o'zimiz ko'rsatdik. 2010-yilda jamoa FIFA reytingida atigi 110-o'rinni egallab turgan edi. Hozirgi kunda esa O'zbekiston 50-o'rinda va yanada yuqoriroq ko'tarilishda davom etsa ham bo'ladi. Jamoa oq bo'rilar nomini olgan bo'lib, oxirgi 37 o'yinda 2tasidagina mag'lub bo'lishdi va jiddiy raqiblarga qarshi ko'plab g'alabalarga erishdi. Gabon ustidan Muhammad Salohning Misr ustidan 2-0 o'tgan noyabrda zafar quchishdi. Venesuela, Kamerun, Eron va Qatarni taslim etib, O'zbekiston asta-sekin Osiyodagi eng qo'rqinchli jamoalardan biriga aylanib qoldi. Mediadagi baqir-chaqirlardan, tartibsizliklardan, Italiya va Bosniya o'rtasidagi mojarolardan yiroqda bo'lgan O'zbekiston jahon chempionatidagi joyini 2025-yil yozdan oldin naqd qilib qo'ygan edi. Bu 91-yilda mustaqil bo'lib, Sovet ta'siridan chiqqan mamlakatning yangi tarixidagi ilk yo'llanmasi edi. Jamoa oldingi jahon chempionlari ko'p marta chiqay deb chiqa olmay qolgani sababli ham bu yo'llanma o'ta go'zal bo'ldi. Ular mag'lublar, omadsizlar, qovunlar kabi nisbatan haqoratomuz so'zlar guldastasini ko'tarib yurishardi. Eng baxtli kun 15-iyun 2025-yil O'zbekiston jahon chempionatida o'ynaydi. O'ylab qarang, qanday ajoyib lahzalar. Futbol muxlisi sifatida biz shunday lahzalarni kutamiz. Bu lahzalarni o'zbeklar hech qachon unutishmaydi. 2006-yil Germaniyada bo'lib o'tgan jahon chempionatida Angliya termasi qiyinchilik bilan Trinidad Tobagoni 2-0 yengadi. Lekin uning o'rnida O'zbekiston bo'lishi mumkin edi.
bir necha oy avval FIFA oq bo'rilar va Bahrayn o'rtasida o'tish o'yini tashkil qiladi. 1-0 yutayotgan, hatto penalti ishlagan O'zbekiston uchun o'yin bir tekis ketayotgan edi. Faqat bir hodisa o'yinni o'zgartirdi. Hakam penalti tepilmay turib, o'yinchi jarima maydoniga kirdi deb hisobladi. Hayron qolarli joyi yo'q, u qoidaga amal qildi. Penaltini qayta teptirish o'rniga Bahrayn darvozaboniga to'pni berishdan tashqari. Natija hisob 1-0 bilan tugadi. O'zbekiston FIFAga o'yinni butunlay bekor qilish va qaytadan o'yin tashkil qilishni so'rab shikoyat yo'lladi. O'zbekiston terma jamoasi uchun bu kasofat janjal. Qaytadan o'ynalgan o'yinda 80 ta imkoniyatdan foydalanmay O'zbekiston 1-1 qayd etdi. Bahrayn bo'lsa o'z uyida 0-0 ni saqlab qolib o'tish o'yinida Trinidad va Tobagoga qarshi safar qildi. Mana qanday qilib Jahon chempionati va O'zbekiston o'rtasidagi sevgi hikoyasi boshlangan edi va bu hali hammasi emas. 2014-yilda ham eski hammom, eski tos. O'zbekiston qiyinroq bo'lgan guruhda Janubiy Koreya bilan bir xil ochko bilan guruhni yakunladi. Oq bo'rilarda to'plar nisbati +5, Janubiy Koreyada esa +6. O'zbekistonga Braziliyadagi Jahon chempionatiga bittagina gol bilan bora olmay qoldi. Ikkinchisi ham og'riqli bo'ldi. 35 million aholiga ega kichik mamlakat bir necha oy oldingi o'sha mashhur yo'llanmagacha omadsizlar nomini ko'tarib yurishdi. O'zbekistondek ajoyib mamlakatdan bo'lsangiz yoki uzoq yillardan beri yaxshi o'ynab, Jahon chempionatiga chiqishga loyiq bo'lgan, qayta juda yaqin kelib ham uddalay olmagan jamoani qidirlasangiz, bugun haqiqatan ham aql bovar qilmas kun va nihoyat ular Jahon chempionatiga chiqishdi. Nega aynan O'zbekistonga qiziqish kerak? Nega men bu haqda butun boshli ko'rsatuv tayyorladim? Chunki mamlakat olg'a intilyapti. Yaxshigina intilyapti va tarkibida bu yoz kuzatishimiz shart bo'lgan ba'zi iqtidorlar mavjud. Albatta, eng taniqlisidan boshlaymiz. O'zbekiston olmosi Abduqodir Husanov, yaponiyalik Mitoma, janubiy koreyalik Kim In-je bilan bir qatorda bozordagi eng qimmat 3 osiyolik futbolchidan biri. Lans tarkibida 30 ta o'yindan qatnashgandan so'ng 50 million yevroga Man Cityga o'tgan. Husanov o'tgan mavsum kashfiyotlaridan biri bo'ldi. Liga 1 va Angliya Premyer Ligasida o'ynagan birinchi o'zbek. Himoyachi o'zbek futboliga e'tibor qaratilishiga ulkan hissa qo'shdi va barcha yoshdagilarga o'rnak bo'lishi mumkin. Ko'p haftalardan beri himoyachi o'z pozitsiyasida dunyo miqyosidagi darajani ko'rsatib kelmoqda. To'p bilan o'zini erkin his qiladi, samarador hujum boshlashda aniq o'ynaydi. To'pga intilishda ikkilanmaydigan jangchining bo'ybasti 1 m 86 cm va 84 kg. Bu endigina 22 yoshda u buyuk himoyachi bo'lib yetishi mumkin. Husanovning birinchi marta fintda bo'lishi. U o'zbek. 6 oy Fransiyada o'ynab bu yerga keldi. Salah Ekitekiga qarshi qanday o'ynayapti? To'p bilan to'psiz ham birinchi taymni g'alaba o'tkazdi. Uchrashuvning eng yaxshilaridan biri. Menimcha u bugun super edi. U himoyalanishni va himoyaviy o'yinni yoqtiradi. Birgavur vaziyatlarda duellardan qochmaydi. Raqibi kim bo'lishidan qat'iy nazar, u o'zbekning ustuni, himoyaning kafolati, eng yoshidan eng kattasigacha ko'plab qiziqarli o'yinchilar mavjud mamlakat terma jamoasining yangi yetakchisi. Eng yoshi bu Abbosbek Fayzullayev, Osiyoning eng umidli va iqtidorli o'yinchilaridan. 1 m 67 cm bo'yli kichkinagina to'p bilan mo'jiza yaratuvchi qahramon. Nairo Quintananing jismoniyati, lekin Hamis Rodrigezning texnikasi. O'zbekistonning 10-raqami, charm to'p ustasi, haqiqiy driblingchi, kreativ. U biz sevgandek har o'yinda 2-3 ta zavqli vaziyatlar yaratishga qodir hujumkor yarim himoyachi yoki o'ng qanotdagi shoumen. Fayzullayev yangi yulduzlarning biri. Eng yaxshi futbolchisi, Osiyo Kubogining eng yaxshi o'yinchisi. Rossiya chempionatining kashfiyoti IFFFS maxsus tashkiloti 2023-yilda uni yilning eng umidli futbolchilari Bellingham, Musiala, Yamal bilan bir qatorga qo'ydi. Hozirda yosh iqtidor egasi Amin Alit va o'z vatandoshi Eldor to'p surayotgan Istanbul Beshikshehir klubida o'ynaydi. Seriya A'ning ashaddiy muxlislari uchun bu nom yaxshi tanish. Hujumchi bir necha yaxshi mavsumlar davomida Genoa, Cagliari, Roma klubida o'ynadi. Hujumchi O'zbekiston terma jamoasi rekordchisi. 90 o'yinda 44 gol, 1 m 90 cm bo'yi va jismoniy ustunligi mavjud. 9-raqam va bu turdagi
terma jamoa uchun ideal o'yinchi. Agar men uning martabasini o'zbek futbolida afsona darajasiga ko'tarayotgan bo'lsam, buning sababi hujumchining holati hozirda obi-tobida. 32 o'yinda 20 ta gol bilan Icardi, Osimhen, Asensiolar bor chempionatda ikkinchi to'prar bo'lib turibdi. Kuch-quvvatga, ishonchga to'lgan paytida jamoasining debyutida yordam berish uchun jahon chempionatiga bo'ladi. Bizda o'zimizni ko'rsatishga hamma narsa yetarli. Bizdan hech kim jahon chempionatini yutishib ketgani yo'q. Shuning uchun bor kuchimiz bilan biz faqat muxlislarni xursand qilish uchun, muxlislarimiz uchun o'ynaymiz. Mana yozdagi jahon chempionati davomida kuzatish kerak bo'lgan terma jamoaning 3 eng zo'r o'yinchilari. Tarkibning qolgani ham tajribali. O'zbekiston chempionatining, Misr chempionatining, mintaqada bo'layotgan urushlar tufayli bir necha hafta to'xtab qolgan Eron chempionatining eng yaxshi o'yinchilaridan iborat. Ritm va o'yin amaliyoti yetishmasligi jamoa o'yinchilarining sport formasiga yoki jamoadagi o'rniga ta'sir qilishi mumkin. Ulardan 3 ta asosiy tarkib futbolchilari ko'p haftalardan beri zaxirada o'tirishga majbur bo'lib qoldi. Albatta, o'zbek futboli Premyer Liganing Brentford klubi bilan shartnoma imzolagan Muhammad Ali O'rinboyev 18 yoshdan terma jamoaga chaqirilgan Behruz Karimov kabi yoshlarga katta umid bog'lagan. 17 yoshgacha bo'lgan jahon chempionlarining uzoqqa borishlari Yevropa bozorida shov-shuv ko'tarishlari mumkin. O'zbekiston juda yaxshi jamoaga ega. Ba'zilarning xabari bo'lsa kerak, ular Osiyo chempionatini yutishdi. Ba'zilar hatto ular hozirda Osiyoning eng kuchli jamoasi deyishadi. Ha, ular haqiqatda kuchli ko'rinishadi. Bugun ularda ko'plab individual iqtidorlarni borligini ko'rdim. Husanov yo'lni ochib berdi. Tartibga asoslangan, o'rinli va yaxshi tashkil qilingan futbol asosiga qurilgan tizim tufayli mamlakat boshqa yangi o'yinchilarni ham kutmoqda. Jahon chempionati orzusini deb chetda futbolchilarni jalb qiluvchi Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari kabi Osiyo davlatlari soni oshib borayotgan bir paytda O'zbekiston boshqa yo'lni ixtiyor qildi va haqiqiy klub atmosferasi hukmron bo'lgan milliy jamoa o'yinchilaridan foydalandi. Avvalroq gapirganlarim, yoshlarning so'nggi natijalari o'z-o'zidan kelib qolmagan. Sababi mamlakat so'nggi 10-15 yil davomida futbolga katta investitsiya kiritdi. Mamlakatning barcha nuqtalarida barpo etilgan komplekslarning ko'pchiligi davlat tomonidan moliyalashtirilgan. Hakamlar, tahlilchilar, murabbiylar, umuman mamlakatda futbol madaniyatini rivojlantira oladigan barcha kadrlarni tayyorlash maqsadida 2023-yilda O'zbek Clearfoniga teng bo'lgan futbol akademiyasi tashkil etilgan. Akademiyaning jami 14 ta milliy filiali mavjud. Asosiy maqsad futbolni ommaviylashtirish orqali iloji boricha ko'proq yoshlarni ushbu sport turiga jalb qilishdir. Yoshlar qancha ko'p bo'lsa, tayyorlov kurslari va potensial yosh iqtidorlar shuncha ko'p bo'ladi. Murabbiylar bo'lsa soha mutaxassislari tomonidan tayyorlanadi. Masalan, 2017-yildan beri O'zbekistonga Real Madridning Osiyodagi akademiyasidan mas'ul Jose Miguel murabbiylar tayyorlash va yoshlar futbolini taktik jihatdan rivojlantirish uchun reja ishlab chiqish maqsadida taklif qilindi. Mamlakat futboli madaniyati kuchli rivojlangan davlatlardagi ekspertlar uchun o'z eshigini ochdi va ayniqsa o'z maqsadlari yo'lida O'zbekiston borini berdi. Xabari yo'qlar bo'lsa aytamiz, bir necha oy avval mamlakat o'zining yangi terma jamoa murabbiyini kimsan? Fabio Cannavaroni tanishtirdi. 2025-yil oktyabrdan e'tiboran bosh murabbiy Cannavaro yiliga astronomik summa, yiliga 4 million yevro ishlab topadi. Bu Didier Deschamps Fransiya terma jamoasi murabbiyidan ham ko'proq. Albatta, Cannavaro Ancelotti emas. Uning murabbiylik faoliyati himoyachilik faoliyatidan muvaffaqiyatsizroq bo'lganiga qaramay, bu narsa mamlakat strategiyasining bir qismidir. Chet el tajribasi tashviqotchisi o'zbek futboliga bo'lgan e'tiborni oshirish maqsadida chetdan mutaxassislar va jahon futbolining mashhurlarini jalb etdi. Ajoyib inson, ajoyib murabbiy. Men o'ylashimcha, men faqat terma jamoaga, balki butun O'zbekiston futboliga uni hissasi katta bo'ladi. Chunki ko'p narsalarni o'zgartiryapti, ko'p narsalarni yangilayapti va o'rgatyapti. Qanaqa haqiqiy Yevropada futbol, qanaqa O'zbekistonda qanchalik orqadaligini ko'rsatdi. Cannavaro o'zi bilan Yaponiya termasi, Dinamo Zagreb va Yuventusda ishlagan tajribali va yuqori saviyali yordamchi murabbiy Yevgeniy Alberallini olib kelgan. Hech narsa e'tibordan chetda qoldirilmadi. Hattoki darvozabonlar ham. Antonio Kimonti Cannavaroning darvozabonlar murabbiyi bo'lish taklifini qabul qildi.
o'zi bo'lsa Roma, Lecce, Salerno va Yuventusda posbon bo'lgan. O'zbekiston futbolining keng qamrovi, ambitsiyasi va loyihasi mana nega bu video chiqishiga sabab. Endi bo'lsa o'zimizga bir savol beramiz va Jahon chempionati 2026 ni ko'z oldimizga keltiramiz. O'zbekiston maydonda nima karomat ko'rsata oladi? Birinchidan, ularda bir necha oy oldin aytib berganim Ekvadordagidek tizim mavjud. Bu qolganlarga nisbatan juda himoyaviy strategiya degani. Bu himoyani mustahkamlab tezkor qarshi hujumda o'ynashdir. O'zbekiston oxirgi 12 o'yinda atigi 5 tagina gol o'tkazib yubordi. Oktyabrda Urugvayga 1-0 hisobida mag'lub bo'lishdi. Kurashlarga boy o'tgan o'yinda jamoa katta tarixiy termalar bilan raqobatlasha olishini isbotladi. Samuraylarcha himoyani ta'minlash maqsadida boshida Cannavaro yaxshigina zich va ortdan o'ynaladigan 5-4-1 vaziyatga qarab 5-2-3 taktikasini qo'lladi. Ular 2025-yil oxirida Eron va Misrga qarshi foydalanildi. Strategiya samarali bo'ldi. Sababi mana shu ikki o'yinda ular shiddatli himoya va agressiv kutib olish orqali raqibni nafas olgani qo'ymay g'alaba qozonishdi. Qisqasi, bularning ortida jonkuyarlik, yaxlitlik va yaxshigina beton turibdi. Oxirgi ikki rasmiy o'yinda italyan murabbiyi vaziyatga qarab oldingisiga nisbatan 4-2-1 yoki 3-4-3 taktikasini qo'lladi. O'sha eski ikki qanot yarim himoyachilarini maydonda yuqoriroqqa chiqardi. Ular o'z himoyaviy salohiyati tufayli o'yinni sekinlashtiradi. Ko'p kuch sarflagan holdami? Ha, kuch bilan. Boshqa yechimlar topish uchun biz standart vaziyatlarga bog'liq taktikani ham ko'rib chiqishimiz kerak. Shaxsan men uchun O'zbekiston terma jamoasi o'yinda ustunlikni o'z qo'liga olishi syurpriz bo'lgan bo'lar edi. O'zidan avvalgilar Katanes va Kapadze ko'rsatib bergandek, jamoa yondoshuvining izchilligi futbolni taktika tomonidan his qilgan holda milliy o'zlikni shakllantirish imkonini beradi. Asosiy plandagi metin himoya, to'p bilan va to'psiz ham qudratli yarim himoya. Umuman olganda jamoa qarshi hujumda o'ynashga moslashgan. Bir qarashda hech qanaqa yangilik yo'q. Tabiiyki bu Guardiola emas, lekin bu ish beradi. Mamlakatga boshqalardan tezroq o'sish va oxirgi oylarda juda yaxshi natijalar ko'rsatish imkonini beradi. Davomini kutib qolamiz. Hozir esa o'rtasida turibmiz. Fabio Cannavaro o'tgan hafta 3 haftalik jahon chempionatiga tayyorgarlik davomida Kanada va Niderlandiya bilan bo'lgan ikki o'rtoqlik o'yini oldidan tarkibga chaqiruv olganlar ro'yxatini e'lon qildi. Tez kunda O'zbekiston nazariy jihatdan juda kuchli guruhda jahon chempionatini, eng go'zal musobaqani o'zi uchun kashf qiladi. Bu sinov hayajonli va raqiblar nufuzli bo'lsa, mamlakatning Portugaliya, Kolumbiya, Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi nimadir qilishga imkoniyati bormi? Boshlanishiga James Rodriguezning Kolumbiyasi bilan to'qnashadi. Bu 2014-yilgi Kolumbiya emasligi ayon. Ular o'rtoqlik o'yinida Fransiya va Xorvatiya tomonidan tormor qilingan bo'lsa-da, ular kolumbiyaligicha Copa America vitse-chempioni sifatida qoladi. James Rodriguez va ayni damda qotillarcha o'ynayotgan Luis Diaz bilan Kolumbiya nazariy jihatdan ustun va Iordaniya va Kosta-Rikaga qarshi tayyorgarlik o'yinlariga bizga ozgina belgi berib o'tishdi. Portugaliya bo'lsa qiyin. Juda qiyin bo'ladi. Bu syurpriz emas. Markazdagi nazorat ila raqibni ancha qiynab qo'yishi mumkin bo'lgan guruhning eng katta favoriti bu Portugaliya. Lekin ularda hujum bilan bog'liq muammolar mavjud. O'zbekning metin himoyasi raqibni ozroq hayratga solishi mumkin. Baribir ham men Portugaliyani bu jamoa tomonidan qarshi hujumda yakson qilinishini tasavvur qilishga qiynalaman. Lekin jahon chempionati formatida barining iloji bor. Nega endi O'zbekiston durang o'ynash uchun harakat qilmas ekan? Kongo bo'lsa Yamayka bilan murosasiz o'tish o'yinidan so'ng arang yo'llanma olgan. Nazariy jihatdan Kongoda tajriba va katta chempionatda ko'plab o'yinchilari bor bo'lsa-da, jamoa jahon chempionatiga moslashmagan. Avval ta'kidlangandek, o'yinda hamma narsa bo'lishi mumkin. O'zbekiston zafar kutishi mumkin. Ayniqsa hujumda raqibini yanchib tashlay olmaydigan va o'yinni nazoratini o'ziga ola olmaydigan jamoaga qarshi. Mening O'zbekiston uchun taxminlarim Kolumbiya bilan durang, dahshatli o'yin va ikkinchi taymdagi shiddatli to'fondan keyin Portugaliyadan alamli mag'lubiyat, ammo oxirgi o'yinda Kongoga qarshi g'alaba bilan O'zbekiston 2 yoki 3-o'rin bilan guruhni yakunlaydi. Bu mening taxminlarim. Men bu videoni bekorga tayyorlamadim. Sen uchun yaxshi jahon chempionati qanaqa bo'ladi, Fabio? Men uchun yaxshi jahon chempionati qanaqa bo'ladi? 3 o'yinda g'alaba qozonish.
Futbol muxlislari, kuzatuvchilari va mutaxassislari nazdida shunday qarash shakllanmoqdaki, agar munosib chaqiriq bo'lsa, oqbolalar jahon miqyosida asosiy syurprizlardan biriga aylanishi mumkin. Albatta, guruhda 3 ta kuchli raqibni hisobga olgan holda. Ularning yaqindagi tempi va tayyorgarlik o'yinlaridagi muvaffaqiyati ularga ishonch bermay qolmaydi. Ular jahon chempionatiga Osiyoning yangi jamoasi maqomida kirib kelishadi. Jamoa jips futbolchilar bir-birini juda yaxshi tushunadi va birga o'ynashga o'rganib qolishgan. Agar terma jamoa jarohatdan yiroq bo'lsa, haqiqatan ham katta natija ko'rsatish imkoniyatlari bor. Haqiqiy sensatsiya yaratish mumkin. O'zbekiston bu men uchun jahon chempionatining autsayderi. Ungacha esa birinchi iyun kuni Kanadaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi bo'lib o'tadi. O'zbekistonning ayni paytdagi formasi haqida ko'p narsani ko'rsatib beradigan juda qiziqarli o'yin qolgan. Hamma narsa futbolning eng buyuk va eng jozibali musobaqasida hal bo'ladi.